خط خبرها. شبکه حقانی در حال بسیجسازی فرماندهان خود می باشد. Ko'p yillardan buyon Afg'onistonda 27 Uhud jurnalistlar milliy kuni munosabati bilan nishonlanib kelmoqda. مرز تورخم بعد از نزدیک به یک ماه مسدود ماندن فردا بازگشایی خواهد شد. Afg'onistonda sog'liq buhroni bir oyda 206 ming kishi tanaffus kasalligiga chalinganlar va Germaniyada bir kishi bir ayolni alov berib va o'zi esa qochishga ulgurgan. مشروع اخبار خوش آمدید. همزمان با گزارش ها در باره تشدید اختلافات میان گروهی طالبان، مایکل سامپل معاون سابق فرستاده اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته است که شبکه حقانی در حال رایزنی و گفتگو با فرماندهان خود در نقاط مختلف افغانستان می باشد. او افزوده است که نمایندگان حقانی فرماندهان این شبکه را به ایستادگی در برابر هیبت الله آخوندزاده ترغیب می کنند. با این حال سامپل گفته است با توجه به پیچیدگی اوضاع افغانستان پیشبینی درگیری مستقیم میان حقانی و هیبت الله دشوار به نظر می رسد. او ابراز داشته است که نزدیک به 30 سال بدین سو مسائل مربوط به طالبان را دنبال می کند که در این مدت زمانی طالبان هیچگاه مانند امروز دچار اختلاف درونی نشده بودند. این اظهارات مایکل سامپل در حال مطرح می شود که سراج الدین حقانی وزیر داخله طالبان نزدیک به 50 روز می شود در وزارت داخله این گروه حضور نیافته است. گزارش های تایید نشده نشان می دهد که اختلافات میان حقانی و هیبت الله آخوندزاده در حال تشدید است. گفته می شود رهبر طالبان صلاحیت های وزیر داخله خود را محدود کرده و شبکه حقانی را تهدید مقابل خود می داند. قابل ذکر است این شبکه تنها جناح در درون طالبان است که قادر به چالش کشیدن ملا هیبت الله را دارد. 27 Uhud Afg'oniston jurnalistlar milliy kunidir. Ko'p yillardan buyon Afg'onistonda 27 Uhud jurnalistlar milliy kuni otalanib, nishonlanib kelmoqdadir. Afg'onistonda jurnalistlar milliy kuni shunday bir holda yetib kelmoqda, yaqin 4 yil davomida jurnalistlar va yetkirmalarning faoliyati yomon bir holda qaror topgan. Hozir Afg'onistonda jurnalistlarning faoliyati Taliban tomonidan yaratilgan jiddiy cheklovlar bilan yuzma-yuz bo'lib, ko'plab jurnalistlar ishlarini qo'yib yuborgan. Ayni holda jurnalist ayollarning ahvoli og'irroq bo'lib va ulardan ko'pi Taliban davrida ishlariga borishga mana bo'lgan. Shuningdek, jurnalistlarni himoya qilayotgan nihollar ham guzorish tarqatib, Afg'onistonda jurnalistlar faoliyati xavotirli bo'lganidan xabar bermoqda. Bu to'g'rida Afg'oniston jurnalistlari Markaziy Quyosh 1403-yili Taliban tomonidan jurnalistlar haqlari naqs etilishi o'tgan yilga nisbatan 24% ko'paygandan xabar bergan. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری طالبان در ننگرهار میگویند که بازرگانان و بزرگان قومی افغانستان و پاکستان برای بازگشایی مرز تورخم توافق کردند. مسئولان این اتاق افزودند که این تصمیم در نشست امروز میان بازرگانان و بزرگان قومی دو طرف اتخاذ شده است که بر اساس این توافق گذرگاه تورخم بر روی هر نوع تردد باز خواهد شد. مرز تورخم 24 روز قبل در پی درگیری میان طالبان و سربازان پاکستان مسدود شده بود. این در حال است که مقام‌های پاکستانی تاکنون به گونه رسمی در ارتباط به بازگشایی مرز ابراز نظر نکردند. Xalqaro sog'liq tashkilotining e'lon qilishicha, Afg'onistonda tanaffus hod kasalligi joriy milodiy yilning yanvar oyida o'tgan yil desembr oyiga taqqoslaganda 54% dan ko'paygan. Bu tashkilotning aytishicha, bir oyda 206 mingdan ko'proq kishi bu kasallikka chalinganlar. Ulardan 506 kishisi o'lgan. Shuningdek, bolalarni himoya qiluvchi sanduqi Afg'onistonda 18 sog'liq to'g'risida faoliyat qilayotgan markazlar yopilganini xabar berib, e'lon qilishicha, kelasi bir oyda xorijiy yordamlar ozaygani bois boshqa 14 sog'liq markazi ham yopilishi mumkin. Ushbu holda qizamoq va COVID-19 mavjudlari shu muddat ichida ozaygan, ammo tanaffus kasalligi o'shanday ortib bormoqda.
Germaniyada bir kishi bir ayolni alov berib va o'zi esa qochishga uringan. Xalqaro yetkazmalarning ma'lumoti asosida bu voqea Germaniyaning Turingen eyolati hududlariga qarashli Garosh shahrida yuz bergan. Ma'lumotlar asosida ushbu kishi ayol ustiga so'yiqlik quyib va uni olov bergan va boshqa hech kimga zarar yetmagan. Voqea tufayli ushbu ayol og'ir yaralanib va kasalxonaga olib borilgani aytiladi. So'nggi oylarda Germaniyaning turli hududlariga bu gal voqealar ko'payib va mazkur mamlakat aholisining tashvishiga sabab bo'lgan.